Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan haftaning har payshanba kuni Yoshlar kuni etib belgilanib, vazirlik, idora va hokimlik mas'ullari, banklar, rektorlar tomonidan ular bilan doimiy muloqot qilish topshirig'i berilgan. Mazkur tashabbus doirasida joylarda yoshlar bilan turli uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universitetida o'tkazilgan ana shunday muloqot ham yoshlarning muammolarini hal etish, ularning tashabbuslarini ro'yobga chiqarishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli bo'ldi. Yoshlar kuni munosabati bilan O'zmilliy bank aksiyadorlik tijorat banki mas'ullari va oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari o'rtasida o'tkazilgan uchrashuvda 100 nafarga yaqin talaba yoshlar ishtirok etishdi. Ochiq va samimiy ruhda kechgan muloqotlarda so'z olganlar bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash, yoshlarning startap va biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar, yangi loyihalar, kredit paketlari haqida ma'lumot berishdi. Qayd etilganidek, bank tomonidan yosh tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar ajratish, bitiruvchilarni ishga joylashtirish maqsadida o'tgan davr mobaynida kelajakka qadam dasturi doirasida ko'plab bitiruvchi yoshlar biznes sohasiga jalb etildi va ular ilgari surgan tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 2026-yilning o'tgan 6 oyi mobaynida 11 milliard 942 million so'm mablag' ajratildi. Bu ko'rsatkichlar yoshlarning iqtisodiy faolligini oshirish va yangi ish o'rinlari yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Uchrashuv davomida tashabbuskor talabalar o'zlarining biznes loyihalari haqida ma'lumot berishib, innovatsion g'oyalar, startap va ishlab chiqarish loyihalariga mablag' ajratish shartlari haqida batafsil tushunchalarga ega bo'lishdi. Avvalambor prezidentimizga rahmat aytib minnatdorchilik bildiraman. Sababi biz yoshlarga shuncha imkoniyatlar, sharoitlar yaratib berishyapti. Payshanba kunlarini yoshlar kuni qilib belgilab o'tganlar. Avvallari rahbarlar bilan viloyat hokimlari, tuman hokimlari va ish o'rni bilan bog'liq masalalarni osonlikcha yechib ololmasdik. Hozirgi kunda o'zlari kelib, takliflar berib o'tyaptilar. Bank mas'ullari ham tashrif buyurishdilar, kredit paketlarini ham berib o'tdilar. Bu imkoniyatdan foydalanib, o'z tadbirkorligimizni yo'lga qo'yishni maqsad qilib oldik. Onlayn do'konlar yaxshi rivojlanmoqda. O'z tadbirkorligimni boshlamoqchiman va bu bo'yicha menga yetarlicha ko'nikmalar berib o'tdilar. Talaba Invest va kelajak tadbirkorlik bo'yicha qaysi biri yaxshiroq imtiyozga ega bo'lsa, o'sha yo'nalish bo'yicha kredit olmoqchiman. Ko'p talabalarni hozirda moddiy imkoniyatlari yetishmay qolishi mumkin yoki g'oyalarda kamchiliklar bo'lishi mumkin. Shularni bizga to'g'rilashda yordam berishdi. Men kelajakda Talaba Investda 20 million kredit olib, kredit paketlaridan foydalanib ko'raman. Issiqxona va chorva yo'nalishiga tikib ko'rmoqchiman. Shunaqa yangi tizim yaratgani uchun Prezidentimizga kattarakon rahmat aytib qolaman. Bunday tashabbuslar biz yosh tadbirkorlarni tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi. Tadbir yakunida ishtirokchilar bandlikni ta'minlash va biznes g'oyalarini moliyalashtirish borasida o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirish, zarur yordamlarni ko'rsatish yuzasidan kelishib olishdi.